O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 24-maydagi farmoni bilan joylardagi adliya bo'limlari tomonidan huquqiy mahalla loyihasi o'tkazilib kelinadi. Loyihaning maqsadi fuqarolarga huquqiy maslahat berishdan tashqari ularning muammolariga yechim topishdan iboratdir. Buxoroda xuddi shunday loyiha sabab bir fuqaroning uzoq yillik muammosi yechim topdi. Buxoro viloyatining Vobkent tumani Panob mahallasida tashkil etilgan navbatdagi huquqiy mahalla loyihasiga o'z muammosi bilan kelgan 2006-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining shaxsini tasdiqlovchi biror bir hujjati yo'qligini bildirib, hujjatlashtirish ishlarida ko'mak so'radi. Hech qanaqa metrga pasportim yo'q edi. Adliya bo'limi mas'ullari fuqaro murojaatiga ko'ra darhol o'rganish ishlarini olib borishdi va chindan ham 2006-yilda tug'ilgan va bugungacha tumanning Xurram qishlog'ida yashovchi fuqaroning na tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi va na shaxsini tasdiqlovchi hujjati, nikoh guvohnomasi, mehnat daftarchasi yo'qligi ma'lum bo'lgan. Yuqoridagilarga asosan fuqarolik ishlari bo'yicha Peshku tumanlararo sudiga murojaatchi manfaatida tug'ilganlik faktini belgilash yuzasidan da'vo arizasi kiritildi. Vobkent tuman adliya bo'limi tomonidan Panob mahalla fuqarolar yig'ini xonadonlari xatlovdan o'tkazilishi natijasida 2006-yilda tug'ilgan fuqaroning hozirgi kunga qadar fuqarolikni qayd etish hujjatlari mavjud emasligi aniqlanishi natijasida Peshku fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudiga da'vo arizasi kiritilib, hozirgi kunda fuqaroning tug'ilgani haqidagi guvohnomasi olinishi ta'minlandi. Da'vo arizasi sud tomonidan ko'rib chiqilib, qanoatlantirildi. Ushbu sudning qarori kuchga kirgandan so'ng murojaatchiga tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi berilishi ta'minlandi. Adliya bo'limi vakillari fuqaroning hujjatlarini uning uyiga yetkazib berib, quvonchiga sherik bo'lishdi. Keyingi bosqichda fuqaroning boshqa hujjatlarini ham qayta tiklash ishlari amalga oshiriladi. Mahalla raisiga, adliyalarga, xotin-qizlarga rahmat. Shu bilan birgalikda yana bir nechta huquqiy doiradagi maslahatlar berib adliya bo'limi mana shu mahallamizda fuqarolarimiz huquqlari himoya qilinib, ularga qator maslahatlar berib, yordamlar berib kelyaptilar. Bu kun Zilola Xudoyqulova, Davlatbek Kamalov, Buxoro.